sizni qancha oylik olishingiz yoki daromad qilishingiz atrofdagi insonlarning sizga bo'lgan munosabatini bildirib beradi. Masalan, siz institutni bitirgansiz, oliy ma'lumotlisiz. Qarindoshlarning ichidagi yig'inga bordingiz. Biron bir aqlli gap aytdingiz, lekin qarindoshlaringiz bu gapni eshitmaydi. Sababi oyligingizni kamligi. Lekin o'sha yerda bir inson o'tirgan bo'ladi, boy inson o'tirgan bo'ladi, shu insonning gapini mazza qilib eshitadi. Sinfdoshlarning ichiga bordingiz, yana chiroyli bir gap gapirdingiz, aqlli gap gapirdingiz, lekin sizning gapingizni hech kim e'tiborga olmaydi. Sababi yana o'sha kam daromad topishingiz. Lekin o'sha kurugda bir yaxshi pul topadigan o'rtog'ingiz bor, ana shu insonning gapini mazza qilib eshitadi va uni haq deb bilishadi. Endi hattoki ota-onangiz ham mana shu oylik maoshingizga yoki topishingizga qarab muomala qiladi. Sababi sizni farzandingiz bir piyolani sindirib qo'ydi. Ha, palakat, shuni ham sindirdingmi? Sandi uyimizda pella qolmadi deyshadi. Lekin okangiz bor, yaxshi daromad qiladi. Uni farzandi kelib o'sha piyolani sindirib qo'ysa, ha bolam, qo'yaver, hech narsa qilmaydi. O'zingga hech narsa qilmadimi? Kelgan balo qazo shunga ursin deyshadi.